Yana Faberlic kompaniyasi mahsulotlaridan yog'li yuzlar uchun yuz parvarishi uchun nabor. Bu qanday ishlatiladi? Mana bu ham yuz uchun skrab hisoblanadi. Yuzni chuqur tozalab beruvchi. Haftada 2 marta ishlatiladi. Umuvaniya bilan yuz yuvib tashlanadi. Umuvaniya bilan yuz yuvganda yuzni barcha poralari tozalanadi va ochiladi. Tonik bilan artiladi yuz. Tonik bilan artgan paytda ochilgan poralar yana qisqaradi va tonik mana bu kremni yuzni ichiga olib kirish vazifasini bajaradi. Bu krem kechqurungi krem hisoblanadi. Yog'li yuzlar uchun ishlatiladi. Yuzni barcha muammolarni bartaraf etadi, oziqlantirish va parvarish uchun. Demak, mana bu umuvaniya bilan yuviladi, tonik bilan artiladi, kechqurungi krem surtiladi. Xo'p, kunduzi nima qilinadi? Kunduzi mana bu kechqurungi krem emas, birinchi umuvaniya bilan yuviladi, tonik bilan artiladi, kunduzgi krem surtiladi. Ertalab surtsangiz, kun davomida kunduzgi krem sizni yuzingizda tashqi muhitni noqulay ta'siridan himoya qilib, oziqlantirib, parvarish qiladi. Xo'p, yana nima ishlatish mumkin? Umuvaniya bilan yuviladi dedim, tonik bilan artiladi, kunduzgi krem surtiladi. Kunduzgi kremni surtgandan keyin 15 minutdan keyin yana bitta kremimiz bor. Bu BB krem hisoblanadi. Bu ham yuzni ham parvarish qiladi, ham dekoratsiya qiladi. Ya'ni yuzni chiroyli bo'lishini ta'minlaydi. Oppoqqina, silliqqina muammolarni yashirib, yuzni chiroyli ko'rsatish uchun ham muhim ahamiyatga ega va yana bu yuzni himoya qilib, oziqlantirib, yuzni chiroyli bo'lishini ta'minlaydi. Doimiy ravishda yuz parvarishini qilish shart. Agar yuzingizni doimiy ravishda parvarish qilib, yuzingizga e'tibor bersangiz, erta yuzingizga ajin tushishini oldini olgan bo'lasiz. Yuzingiz qarimaydi, chiroyli, yosh, sog'lom ko'rinadi. Yuzingiz sog'lom, chiroyli ko'rinsa, o'zingiz ham bundan xursand bo'lib estetik zavq olasiz. Shu uchun ham yuz parvarishi uchun krem naborlardan foydalaning. Va yana zakaz urganman Dom Faberlic mahsulotlaridan ugillik gel. Bu idish tovoqlarni yuvish uchun men bundan juda ham zo'r foydalanaman. Sababi bu ugillik. Ugil bu oshqozonni tozalash vazifasini bajaradi. Va yana idish yuvadigan gubkalarni noxush hidlarini yo'q qiladi. Idishlardan hech qanaqangi noxush hid kelmaydi. Oshqozon uchun hech qanday zararli ta'siri yo'q. Idishlardagi yog'larni osongina tozalab beradi. Hidi ham juda ham ajoyib. Eng asosiysi sog'lik uchun hech qanday zararli ta'siri yo'q. Buni yosh bolalarni butilkachalarini, idishchalarini yuvish uchun ham mo'ljallangan hisoblanadi. Shu uchun ham doimiy ravishda men mana shu ugillik idish yuvadigan geldan foydalanar edim. Ana endi bu tugagandan keyin mana bunisidan ham ishlatib ko'rdim. Buni afzalligi mana bu geldan, idish yuvadigan geldan afzallik tomoni, buni hidi ajoyib ekan. Hidi menga yoqdi. Sitrus mevalarini hidi kelar ekan va yana buni yana bitta foydali tomoni mana bu idish choynak, piyolalardan qolgan choyni qolg'indilari, choyniklarni sarg'aytirib qo'yishi mumkin ichini, piyolalarni sarg'aytirib dog' qoldiradi. Kofeni dog'larini zo'r tozalab berish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan gel hisoblanar ekan. Demak, hidi ham juda ham ajoyib, sog'lik uchun zararsiz va yana idishlardagi choy va kofe qoldiqlarini zo'r tozalab beradi. Bolalarni idishlarini yuvsa ham mumkin. Bu gellarimiz ham juda ham ajoyib. Men sevimli mahsulotlarim hisoblanadi bular.
Mana bu duxovka plitalarni, qora qozonlarni tozalovchi. Men Faberlic kompaniyasida ishlamasimdan oldin ham bu mahsulot menda doim bo'lar edi. Sababi bu qora qozonlarni, dog'li idishlarni ozgina qizdirasizda, keyin shuni surtib qo'yasiz va 1-1,5 minutdan keyin yuvib tashlasangiz, idishingiz xuddi yangidek, hozir magazindan olganday bo'ladi. Idishingiz chiroyli, top-toza, yangi bo'lsa, o'zingizda ham kayfiyatingiz ko'tariladi. Mana bu mahsulotlar meni sevimli mahsulotlarim hisoblanadi. Mana shular oshxonamda bo'lsa, mani ko'nglim xotirjam bo'ladi. Judayam sevimli mahsulotlarimga aylangan. Mana bu judayam ko'p sotaman. Buni klientlari bor. Ayrim o'g'il-qizlarimizni oyog'idan noxush hidlar keladi. Sababi ko'p ter ajraladi, terlash kuchli bo'ladi. Shuning uchun buni oqibatida noxush hid kelib, o'zini noqulay sezadi. Mana shunday holatda bu antiperspirant hisoblanadi. Bu o'sha noxush hidlarni oldini olib, oyoqni terlashini nazorat qiladi, ya'ni davolaydi. Shuning uchun ham oyog'i ko'p terlaydigan, noxush hid keladigan o'g'il-qizlarimizga mana shu kremdan ishlatishini tavsiya etaman. Bu bitta klientimizning buyurtmalari. Mana bu tish pastasidan 4 ta zakaz urganman. Bu yumshoq oqartiruvchi, tishni davolash xususiyatiga ega va oqartirish xususiyatiga ham ega. Bu narxi unay qimmat emas, o'zi arzongina, lekin kattaginada barakali hisoblanadi. Mana shu tish pastalari ham juda ajoyib. Bir ishlatgan odam magazindan, boshqa firmalardan olishga hojat bo'lmaydi.